Italiyaning Torino shahridan assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa yukni oldim. 24 tonna yukimiz. Endi Germaniyaning Ulmdan shahrina qarab boryapmiz. Hozir platniy parking tashadi. Sho'ra borib daminga oldi. Bu 2 soatlar borib bilaman. Xudo xolasa. Endi borada 2 soat aydimizdan yana to'xtaymiz. Ertang Germaniyada keyingi parkingni ertang beraman dedi. Shunacha qo'zg'alma dedi. Yaxshi dedik. Endi boryapmiz. Haydi Xudoga shukr, hammasidan yaxshi.